taşla kuyga to'lama Alın sevgan yari bo'lama Davrimizning sadosi nava, izgu shodliq samosi nava. Kuyiga tashna mardonalarning qalbi nusrat sabosi nava. Mayli qiron, mayli mo'ysibit, mayli o'ruq va yoki semiz. Yuz xotira yo'qdir hech kimga, cho'lponlarning tanlar xalqimiz. Assalomu alaykum, naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, kasbiy mablag'chilikka birlashib uyushtirgan Nava programmasi. Men do'stinglar Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum, navqironlar, gulchiraylar, kelgan qadaminglar muborak bo'lsin. Men sizlarning do'stinglar Abdurahim Rahmat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bosgan qadamlaringlar qutlug' bo'lsin. Men yaqin do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum, g'unch kabi umoqlar, paq g'uborsiz sabilar. Men sizlarning yaqin do'stinglar Ramina Isan. Biz mana bugun 4-qitimliq oylik chempionni tanlash oldida turyapmiz. Programmamizni boshlashdan ilgari bizning bugungi Nava programmamizga qatnashgan 5 nafar mahirimizni tanishtirib o'tgan bo'lsam, bizning 13-son Nava programmamizning haftalik yulduzi Asad Muhammad. Xo'sh. Nava programmamizniki 14-sonning haftalik yulduzi Asanjon. 15-son programmamizning haftalik chempioni Faziliya Turg'un. Tomoshabin do'stlarimiz, shundaqa ko'rmanlarimiz qizg'in yaxshi ko'rib, yoqtirib, bilet tashlab qaytirib kelgan mahirlardan Nur Ali bilan Murodil. Qarshi olamiz. Menimcha bizning mahirlarimizning bugungi tayyorligini aytib puxta deb o'ylayman, chunki bugun oylik chempionlikni tanlaymiz. Ayda bir yulduzimiz maydonga keldi, shundaqmi? Shunday. Sizlarning tayyorligini bek yaxshi deb o'yladim-ku, qani bir og'izdan gapinglar bormi, qandaq? Assalomu alaykum, Nava programmasiga qadam tashrif qilgan sevimli aziz tomoshabinlar, ustozlar, hammanglarga salom. Bugungi yangi Nava programmasininki yaxshi boshlanib, yaxshi oyoqlashini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Men mushu meni yaxshi ko'rib, men bilet tashlagan aka-adilar, ota-onalarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Men o'xshashlar meni yaxshi ko'rib, qo'llab-quvvatlab, men yana qaytadan bu sani qaytirib chiqqan shu do'stlarga, meni qo'llovchilarimga ko'pdan-ko'p rahmatimni bildiraman. Oxirgacha mush qizg'in kayfiyatinglarni saqlab qolishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi qadam tashrif qilgan barliq aziz mehmonlar, sizlarning bugun meningki mushu o'tib chiqishimga madad berishinglarni tilayman. Rahmat. Nava programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushal. Qo'llab berganinglarga rahmat. Xo'sh, undaqda bizning bugungi Nava programmamizga qatnashadigan 5 nafar mahirimiz sahnamizga taq bo'ldi. Albatta, hammanglarga utuq tilaymiz. Qani undaqda to'yinchi ara bag'ishtiringlar. Bugungi musobaqa nihoyatda kaskin ilib berildi, shunday Shunda bugun kaskin bo'ldi, dahshat kaskin bo'ldi. To'g'ri. Shuningdek, biz barliq mahirlarimizga utuq omad tilaymiz. Undan boshqa mushu naq maydonga qadam tashrif qilgan har bir ko'ruvchilarimizga programmamizning tunji bosqichi bizning naqshimiz. Şahla gözlük, ay yüzlük cananı gözlerini oynatma her yanı sana kalbim kıldım ben avanı oyla beni sen kıldın avanı Şahla gözlük, ay yüzlük cananı gözlerini oynatma her yanı sana kalbim kıldım ben avanı oyla beni sen kıldın
Xuşalmi, bugun Nava sahnasiga qaytib kelib, qanday his qilyapsiz? Navoda sahnasiga ikkinchi qitim qaytib kelib, o'zimni shunchalik xushal his qildim. Siz intayin xushal. Sizga utuq tilaymiz. Nava sahnasida iqtidoringizni texnik yaxshi joriy qilishingiz tilakdoshlarini Aramag'ashlig'i. Qani undaqda bizningki ikkinchi mulk mayrimizninki naqsini birlikda anglab boqandik. Qani, senga beraman. Marhamat. Bu hayatta bir ömür ötelim sen ben bilen Baxt degan shiroqda kütelim sen ben bilen Köküdigen her vakit yığı bilen bir tuqqanim Yıldırgan biten yıklar Kütelim sen ben bilen Köküdigen her vakit yığı bilen bir tuqqanim Yıldırgan biten yıklar Kütelim sen ben bilen Hayat koya bir sefer Burini var yalnızım Çığlık kalsam burada Tünelim sen benimle Hayat koya bir sefer Burini var yalnızım Çığlık kalsam burada Tünelim sen benimle Çalmaydı hiç kim azadıyım hayatım Kese başka dert elem Yükelim seninle Çalmaydı hiç kim azadıyım hayatım Kese başka dert elem Yükelim seninle Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima uchun endi bizniki birinchi bosqichda bu men bilan degan naqshni o'g'irlashni o'ylab qoldingiz? Uni keyinda uni ustiga MTV'lar borgan deb buni. Naq maydonda. Men bu naqshni hamma yoqtiraman. Ha, Nurali, tanda o'tagan tomoshabinlar yurak so'zingiz bordi? Bugun yana bir qitim qatnashish nimasiga Fursatiga erishdim. Bugun mayli yana natijaga erishay yoki erishmay aldansan deganimga o'xshash. Ha. Menga birinchilik pek muhim emas. Chunki o'zimning talantini boshqalarga namoyon qilish hamda muhim. O'zimning nazarda bugun chempion men deb o'ylayman. Xo'p. Voy. Mana ish tugal. Bunday qilsa Nurali, pastga tushib ikkinchi bosqichga tayyorlik qilsangiz, o'tib ketsangiz tilakdoshmiz. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Rahmat.
Tahir, 3. numaralı mahirimizin numarını görüp bakalım. Görüp bakalım. Oldu. Bunda olsa 3. numaralı mayımız sahnede. Merhamet. Bugün yaxshi tayyorlik bilan keldingizmi? Tayyorligingiz qandaqroq? Yaxshi deb qo'ydim. Oldin qitimqidan bakrak kuch sarf qildingizmi yoki o'xshash shu aslida baxtlarimni normal joriy qildirsam bo'ldi deb turib keldingizmi? Shu vaqt sal qisib bo'lg'achqa o'zimning barliq kuchimni sarf qilib tayyorlik qildim. Shu emasmi? Shu men. Gap qilishdan xijil bo'lsangiz bayqi naqshingizni bir aytib boqamiz ya, bir misrasini ko'pchilik nasligini bilib olsin. Seni asra seni Ha bunu çıkır ekan o. Naqshi qilib chiqadi unaqa ovozingiz gapga chiqmaydi u. Ay. Mening gapga chiqadi, naqshi chiqmaydi. Qanday darslarga ish bu? Sizga omad tilaymiz. Aramag'ashtirib. Navasakimizga qadam tashrif qilgan, ilgari kep baqqan mahirlarni ham, kelmoqchi bo'lgan mahirlarning hammasini biz intayin yaxshi ko'ramiz. Navasakimiz bilan qizg'in qarshi oldik. Quchoqlashib qarshi olamiz. Qanday 4 yillik mahirimizning atkaga naqsini biz anglab olamiz. Beraman. Adam bulmuş hakikaten geçti yok verdim.
şu aylık çolpanını tanlash, çempionunu tanlash musobaqasimiz qadam tashkil qilganini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Mura bu bayliq naqshitqanda mana bir katta bakam yaxshi ketganmi boya. Shu gitar chalgandek bir narsa so'rayman. Ha, Men gitaramiz shunda chevit ekansan, ha? Shundaymi? Mura bu shu keyingi bosqichga o'tib ketishga ishonching bormi? Ishonchim bor. Ishonching bormi? Bitamay qolsang faqat umidsiz mening his qilishimcha. Shundaqku? O'zing yaxshi ko'rgan naqshlaringni aytib olsang, shuningga Shuningga rozi. ha, yaxshi. Unda qolsa birdan aramag'ashtiramlar. Ma'qul. Ma'qul. Unda qolsa o'sha birinchi bosqichimizdagi eng oxirgi mayrimizni yana 5-nomerlik mayrimizni sahnaga taklif qilib olgan bo'lsak, Qani, marhamat. rahmat. Vay başida çırak güyer çırak bu tükenler vay çırağım vay yürek güyer ya. İkiz vay kavaşıda Kurguy egid yaru Kurguy egid yaru Bu egiden vay kurguy emmez vay ya egid ya. Bir tane erdim yarey, bin tane buldum. Bir tane erdim yarey, bin tane buldum. Ahli usuldim yarey, bir tane buldum yarey, bir tane buldum yarey. İstermen sana amrım, yarım diyeceksen. İstermen sana amrım, yarım diyeceksen. Ko'pinga rahmat, teşekkür rahmat. Mushu naqsh orqali iqtidorimni yaxshi namoyon qila olaman deb o'yladingizmi, Asad? Mushu bosqichdan mushu naqsh orqali yaxshi o'tib keta olasizmi? Biz tomoshabinlarimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, ustozlarimiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, meniki o'rinlig'imni. Undaqda Asadmi o'zining naqshini o'rindab bo'ldi, demak bizning 5-nomerlik mahirimizmi mahoratini namoyon qilib bo'ldi. Qani undaqda biz qolgan 4 nafar mahirimizni sahnamizga taklif qilsak, baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini birlikda anglaymiz. Qani marhamat. Qani undaqda baholovchilarimiz bizning 5 nafar mahirimiz haqida nimalarni deydi kim birlikda anglab boqaylik. Bugungi mahirlarimiz intan yaxshi qobiliyatli mahir ekan. 1-nomerlik mahir Esenjon naqshini yaxshi o'rinladi. Naqshidagi ongninki to'g'riliq darajasi
intayin yaxshi. Lekin naqshiningki shu jushqun naqshiga Sanjanninki o'zininki jushqun kayfiyati yetishmay qoldi. Naqsh aytgan bir naqsh san'atkoriga nisbatan bu sahnada 3 nuqta intayin muhim. Birinchisi o'ttir nuqta, ikkinchisi ikki yon. Naqsh aytganda faqatli bir nuqtani asos qilib aytsak, chetda o'tirayotgan, chetda o'tirayotgan tomoshabinlarimiz bor. Ular sizning qulqinni ko'rib o'tirdi. Ular chavakni bo'shroq deb qilish mumkin. Shunga o'zinglar naqshiningki aytqanda qancha kuplet bo'lsa, shuncha kuplet naqshini 3 nuqtaga bo'lamiz naqsh aytganda. Ikkinchi numorliq mayirimiz endi Nurali naqshini yaxshi tanlabdi. Shu naqshining tekstini to'g'ri gavdalantirib berish uchun, to'g'ri aniq tasvirlab berish uchun bu bir kichik hikoyani qo'shibdi. Bu nayt yaxshi bo'libdi, lekin bu endi sal o'zagi bo'lib qolibdi. Mushlar narsani aman qilgan ekan, shuni kuchaytirib qilgan ekan, sal astoydil qilsak, to'g'ri yaxshi bo'ladi. Shu keyin tarafga rol olishda sal o'zagilik bor. Chunki mana Shinjang televiziyasidan so'ng cho'ng sahanda bu sahnani cho'ng ko'rishimiz kerak. Üçüncü numaralık Mayir Peziliya. Yaxshi urildingiz. Ovozingizningki tusi intayin chiroyli ekan. Men nayt xush bo'ldim. Rahmat. Muradil kichik naqshchimiz naqshni nayt yaxshi tanlabdi. Shu naqshiga xos holatda o'zining harakatlarini chiroyli hisobdi. Yaxshi urildi. Rahmat. Asad tenimiz urilgan Yaru. Buningki Yaru nomli bu naqshiningki urlash qiyinlik darajasini biroz yuqori. Sal uduqqanni hisoblanmaganda asosiyatdan yaxshi urildi. Mushunda yetlayotgan yosh bolalarni bilan yaxshi urildi desak bo'ldi. Ikkinchi qatimliq yana bir qatimga bosqichda cho'qim mush narsani tajriba yakunlab cho'qim yaxshi bo'lib ketsa deymi? Mening gapim mushunchalik. Rahmat aka. Rahmat. Birinchi nomorliq Mayir Hasanjon. Birinchi naqshaning teksti nayt aniq. Demak bu naqshchiga bek muhim ish. Ammo bugungi naqshaningki xarakteriga nisbatan yana yetishamagan tarafing az to'lib bor. Demak, yanimi o'zingni qo'yib aytgin. Sen o'zingga ishansang, jazmin tomoshabinlar yoqtirib oladigan naqshni biz oylanaysan. Rahmat. Endi mayda 2 nomorliq Mayir Nurali, 4 nomorliq Mayirimiz Muradil. Mana bu ikki elimiz mana bugun bularga qarab nayt xush bo'ldim. Demak, sening bugungi sani qatnashinglarning o'zi bir g'alaba. To'g'ri. 4 nomorliq Mayirimiz Muradil uchun maxsus so'zlaydigan bizning yaxshi bir cho'lpinimiz bor. Shu so'zlab o'tsin. 3 nomor kelsak, Paziliya. Hem mashhur kishilar aytgan naqshini bugun siz qo'rqmay sahnaga chiqib etishning o'zimi siz uchun cho'ng bir g'alaba. Eng yaxshisi tomoshabinlar adil baholag'uchi. Shu vaqtda o'z baholasan xalq o'zi. Endi 5 nomorliq Mayirimiz Asad. Endi meningcha nayti yaxshi o'rildim. Demak, gerçi sal o'liqqan bo'lsangmi, jasur qiyofatli o'rilaydigansiz. Bu o'tkaldan yana bir o'tkalga o'ngishli o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi bir ish bayam men 4 nomorliq Mahir inimizni qo'yib qo'ydim. Muradilga bizning yosh cho'lpunimiz İrfan bir baholab baqqan bo'lsa ham. Rahmat. Xo'sh, bizning Muradiljon inimizga Arfan aksi nimalarni deydi anglab baqaylik. Kulqarimizdan shu bilan Ahmadjonda ish yaxshi gap qildi ham deman. Muradil ukamga o'zi gap qilib qo'ysin. Naqshni yaxshi etdim. Ilaqa gitara chaldigan yana mutaxan chiroyli chiqqadi. Harakatlari ham chiroyli chiqdi ham shu. Lekin uduqish bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a? Uduqmidi man qattilam? Uduqmi yo'q. Bayam bana İrfan deydi o. Ahmetcan'ı da deydi. Ha desem ben özüm küçük bağlılıkdım bu. Bu çolpalların içinde naydı cesur, talvagan nakşlarım bek şundak ki. Demek ki bunun naksı alay tesir kıptı da. En yaksı Hamaşıbıllah'ın özü yakşı bir adil bağlılığı için. Hamaşıbıllah bir bağla baksın. Rahmet. Rahmat Ahmetciga. Rahmat Ahmetciga. Hem Arafat sana rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, bizning 5 nafar mahirimiz naqshlarni o'rinlab bo'ldi. Zodi kimning
bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladiganligini bir faraz qilib bakkan bo'lsak, bizning bu oylik yulduzimizning kim bo'lganligini to'g'ri faraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga albatta mukofot qo'yamiz va ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimizni kimning bu oylik yulduz bo'la oladiganligini faraz qilishga taklif qilamiz. O'zingiz bu oylik chempion bo'la oladi deb qargan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali faraz qilib baksangiz bo'ldi. Balkim bu haftadagi tanlaylik abon siz deb qo'yishingiz mumkin. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, undaqda zodi kim bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladi? Va oldi bilan naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz faraz qilib baksa, zodi 5 nafar mayirimizdan kim bizning bu oylik yulduzimiz bo'la oladi? Albatta to'g'ri faraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga mukofot qo'yamiz va qaysi mayirimizning oylik chempion bo'lganligiga to'g'ri faraz qilgan tomoshabin Aziz Buloq shirkati yangidan bozorga solgan Aziz Diyar markasidagi 500 yen qimmatdagi meva ichimliklari bilan mukofotlaymiz. Undaqda fursat sizlarga keldi. 3-nomerlik mayirimiz aylık çılgın bulandı. Menimce 5 nomerlik mayırımız bulandı ki. Menimce 2 nomerlik mayır bulduğunda durdu. Nəhayət yaxşı sapalık etdi. Menimce 4 nomerlik Muradıl bulalaydı. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, endi sizlarning tanlash huquqinglarni yurgizadigan vaqtinglar keldi. Qo'linglardagi elektronlik bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning ismini yoki rad nomerini to'xtamasdan baqirsanglar bo'ladi. Bu balkim uningga omad olib kelishi mumkin. Qani undaqda bilet tashlash bosh! Yillarimizni muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Qani to'ying aram ag'ash do'stlar, tayyorlik qilish do'stlar. Marhamat. Nurali. Lekin Nurali birinchidan yesh kichik, fursatchiq. Shunday. Yana kelishingizni chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Navo sahnasida biz uchun go'zal xatirlarni qoldirganingizga, biz uchun eng yaxshi naqshlaringizni bizga sovg'iningizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Sizga utuq tilaymiz. Navoning ko'rmanlari sizni hargiz unutmaydi, do'stlar, ham shunday. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Undaqda Navo programmamizning ikkinchi bosqichiga o'tib ketamiz. Xo'sh. Bizning ikkinchi o'tkilimiz Parvoz. Nima uchun hamda parvoz bosqichida bu nomerni o'rnashtirishni Hijron degan muzikani chelishni o'ylash qoldingiz. Birinchi bosqichdagi nomeringizning iliq jushqinlik darajasi va yuqori kayfiyat intayin yaxshi. Bosqichniki ikkisi farq faqat o'xshamaydi. Sahnkan bir ish bo'lmaganda. Bu muzikani men o'zimni yaxshi ko'rdim. Shuning uchun shu Navo sahnasiga olib chiqishni to'g'ramash bilan hozirlik sanaydi deb. Namash bilan hozirlik sanaydi. Yaxshi chiqdi. Tomoshabin intayin yaxshi ko'ribdim. Ish javoblardan shuni ko'rishga bo'ldi. Unda xursand keyingi bosqichga g'alabalik o'tib ketishingizga tilakdoshmiz. Aram ag'ashtiring. Unda hozir Amila sahnatimizga yana bir mayirimizni taklif qilib olgan bo'lsak. Qani, marhamat. Marhamat. Şürüküm. Canım apa. Şor pişanı kızımla nime işkime tıkkan boğuydum. Kızım muşunda kar küller kalar hep oylapın bakmagan boğuydum. Eğer oylagan bolsa, Nurum işkimizden baktığını çoğun koydum ben de tutup koymaz boğuydum. Hayır apa. Yorukümde tümşe. Doğru mu?
Men dilermen, men diler, men yolu düşmenlerim şad Kusurumdan film olur, düşmenlerim şad Tov kıldım Xudayım tova. Dünyada her kanca ahmak olan seninki bulmaz. Neç gün açtın ağız kotan solunup kalla öyle yattın. İştek sörülüp belgedek tayak yedin. Nuri'nin ağzını da düşürmeysen o. Nurum menin bulbulum. Senin tenimden bulutken Nur'un ağzından herkes mi düşürmeymen? Oo, tilin kesilmiş onu yana. Korkudan hiç yeri kalmadı. Tilimini kesip başlasana. Dilim bilen yat itime. Tov kıldım. Ne arınmıgan bolsam, şan yoğattan Allah burun atkız ötet seni. Nurum degen, ömürlük solak solunup tırık kaldı. Mana sen tayak bilen kutuldun. Sizlerinin kolumlarda harzar bab ötküce övgününüz özeliydi. Vay canım balam, çoğunlar bilen gep dalaşkıça özellik bilen yazsan olmandı. Kesilen iğir oğlan deken ahvalını karsan olmandı deyme. Oyat kavunu şükür kılmaydı bu cuvayı demek. Vay, bular texinodan texi yaş. Yaxşı yamanın tiyini bilmeydi. Muşu biçarının kesiri kündün gün iğirleşip yetti. Bozumu şunun astığı bir köpe, beşik bir yastık koyup beygen bolsak. Vay bir yaxşılıkla kadrini bilendi bu cuvayı demek, buzok. Vay, bu bilmez Xudayım bile. Ağıçkınım, bir kancılık maquldu siler. Boptu, Seyit'nin hocasıdan bir yastık, bir köpe çıkıp, anın tegegi set birinlar. Maqul, maqul. Ben Şamiyu'nun uydu bilgen meslek çayı var. Verip katnışıp geley. Meşrapta itip koy. Oğur yalga vakti, ma oylaram koptar, karısın. Obdan dep koyay. Şafkatlarımdan verdim şükürü. Onçendiramızın oyunu öttünüz. Sahnada
G'unchamni, jumladan G'uncam obrazini muvaffaqiyatli yaratgan bizning suyimlik aktyorlarimizdan Güzel Muradimizni, Gulbarani dadamning ovoziga bir yerlar o'xshab ketdi anondan keyin. Buni tayyorlashni, mushu numurni olib kelishni qanday o'ylashib qoldingiz Fazliya? Chunki men o'zim aktyorlik kasbida, naqshchilik teatr kasbida o'qigan, bu kasbimni nihoyat suyma, yaxshi ko'rma. Shuningga uning ustiga mandaq narsalarni texnova programmasida bir chiqmadi deb o'ylayman. Rost bek yaxshi bo'ldi. Sizga omad tilaymiz. Undaqda Fazliya qani aramag'ashtiring. Yana bir mahirimizning numerini ko'rib baqaylik. Qani, marhamat. Teknik marhamat. Her kıtımlık nova programımızın işte pişkalam supçularımız kağıtıdı ha. Bak uma koyun de. Kim o? Bu uslaya peki? Mening singlim. Ben bunu şu Muradılı'da yoki Muradılı'dan kichik vaqtlarimda dadam uyda dudda chetpasa usul degan o'ynab qoldim lekin bak o'ynab o'tdim. Unda qilsam Radil aram yetib turgan bo'lsa? Rahmat sizlarga. Rahmat, sağ Sana olun. çok rahmat. Endi? Yana bir mayırımızı teklif qilib olaylik. Qani, marhamat. Rahmat.
Asatmo chiqib sarf qildi va bugungi navo sahnimizni yuqori pallaga ko'tarish uchun o'zining eng yaxshi talantini namoyon qilish uchun chiqib sarf qildi. Qani Asat, sizga omad tilaymiz. Bizningki 5-numurlik mahirimiz o'zining talantini namoyon qilib bo'ldi. Qani undaqda qolgan mahirlarimizning sahnimizga taklif qilaylik. Marhamat. Bizningki 2-bosqichdagi 4 mahirimiz o'zininki eng yaxshi alayliklarni, iqtidorini namoyon qilib bo'ldi. Baholovchilarimiz ularga nimalarni deydi ekan bir anglab boqaylik. 1-numurlik mahir Senjan. Meningcha bo'lganda birinchi qatim o'tkaldi qaraganda sal kayfiyat tuyon bo'lib qoldi. Ikkinchisi endi fazliga kelsak, ma'vo urlash aktyorlik jihatdimi? Buningda cho'ng masala yo'q deyishga bo'ldi. Birli masala olsak, nima deymiz deganda bu hamda bizningki tarix asari bo'lgandan keyin mush kiyimda azroq masala bor. G'unchamning ayni vaqtda kelgan kiyimidan bir to'y kelgan bo'lsangiz, sizga mening bir biletim bor. Badim. Rahmat. Kichik do'stimiz Muradil munayt yaxshi. Buningga texam yaxshi o'g'ini singlis ekan. Nimda o'xshaydigan desam singlis ekan. Nayt yaxshi. Ma ikkinchi qatimliq kayfiyatni tuvandik normal yana yaxshi, yuqori kayfiyat bilan o'riladi. Endi Asad efendimning bu hamma tomoshabinlarni hayajonga soldi, yaxshi. Mana mushdaq bo'lish kerak. Yandir qatam buningdan yaxshi bo'lsin endi. Rahmat. 1-numurlik bayramimiz Hasanjon. Birinchi yaxshi o'rin edi. Elektron muzika bilan shu bizniki pianoni animizni asos qilgan holda ekranimdagi manzilga birlashtirib yaxshi ifodalar berdi. Keyingi o'tkalga muvaffaq o'tishini umid qilaman. Rahmat. Endi 3-numurlik mayr. Sizniki naqshi tekstni silish azroq masala bor. Demak, naqshi bo'lgan odam naqshi tekstni bo'lib xalq naqsiga joy-joyda solsa, ahang qurilmasiga ham ta'sir etadi, o'zimiz sal bearamlik his qiladi. Mushtirabdan qanday naqshi bo'lsa, mushtirabdan diqqat qilishingizni, izlanishingizni umid qilaman. Ma'qul, rahmat. Sizniki yana bir o'tkalga o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi 4-numurlik mayr Muradil bo'lsa, mana shu to'g'an mayrimizning eng kichigi. Uning ustiga bugun hamkorlashgan o'zining singlisini olib kelibdi. Naqshingiz singlingizningki o'rilgan usuli tomoshabinlarning ko'nglidan o'rin oldi. Sizningmi yana bir o'tkalga muvaffaq o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi bu 5-numurga kelsak, Asad xalqimizga yangi nomerlarni bizdan navo programmamiz orqali sunishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Endi Erxon deydi. Ahmadjon dada desam, bayon men uslu o'ynab, mushu tomoshabinlarga men shu sahnadagi arslar qaytib ketdim. Mening gapim mushu o'shir qari dadam, Ahmadjon dadamga o'xshash. Men yana desam shu gapni deyman. Men ishga riyosatchiga tab qo'ysang bo'lamdi dedi. Bo'laman deb qo'yay dedim. Qabul qildim. Mayli. Rahmat. Undaqda Sadi kim bizning ayliq chempionimiz bo'la oladi? Qaysi 3 mahirimiz bu o'tkaldan muvaffaqiyatli o'ta oladi? Kanalni yutkiman, qisqa e'londan keyin birlikda. Qadrli tomoshabin do'stlar, endi sizlarning tanlash huquqinglarni yurgizgan vaqtinglar keldi. Qani undaqdan qo'linglardagi elektronlik bilet tashlagichni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 Qani to'yanga tushib, keyingi bosqichlar uchun tayyorlashtirsanlar marhamat. Qani undaqda hozir eng deyishni xohlaydigan so'zingiz nimada? Mening deydigan so'zim, men mushu navo sahnasiga chiqib, o'zimni namoyon qilib, ba'zi ortiqchiliklarimni bilib oldim, ba'zi kamchiliklarimni bilib oldim. Bundan keyin hamda ortiqchiliklarimni texnik joriy qildirib, kamchilik yerlarimni to'liqlab, qaytadan bosh ko'tarishga tirishchilik ko'rsataman. Rahmat sizga. Nava ahlining quloq sizga utuq tilaymiz, omad tilaymiz, xushalik tilaymiz. Rahmat sizga. Biz keyingi bosqichimizga o'tib olgan bo'lsak, Abdurim. Bizning keyingi bosqichimiz qarindoshlar.
başındaki rumalım çimin içinde yaray gül sahi aylındı çimin içinde günümde gelmedim çimen içinde bağ içinde yalnızlığım bilindi çimen içinde yaray yalnızlığım bilindi çimen içinde çimen içinde Tezliye, aldı bilen müş kıyırındaşlarımızın tanıştırı itemsiz. Bu yak bolsa xizmatdashim, hem dostum Muradil, bu yak dostum Dilmurat. Qarşalımız, Qarşalımız. Rahmet, unda olsa aram ağaçtırın. Keyinki basqıçlarınızga Sayın Köptün rahmet jigitler. Ramila onda qo'z bizning 3-bosqichimizdagi 2-mayirni sahnamizda taklif qilib Qani, marhamat. Marhamat. olmak jigitler bu. Bekleyiz oynamakta bular bekleyiz. Emtarlaşmışlarınızı bir tanıştırı itemsiz. Bular menin kichik çoğdan sol terbiyaş merkezideki savaşlarım. Muradil dostlarının texim yaxshi natija erish uchun qo'llig'ili keldinglar shundaqmi? Rahmat, yengillerim, rahmat. Endi yaxshi. Mush kichkinlarimizning bugungi numeridanmi biz kichik bolalarimiz orasidagi nihoyat samimiy do'stlikni ko'rganlik bo'ldik. Nima degan ummoq, nima degan suyimlik. Menga shundaq inoq ittifoq bir-biringlarni qo'llaydigan, bir-biringlarga yordam beradigan, madad beradigan esil do'stlardan bo'linglar bo'lamdi? Bo'ldi. Yaxshi, qani unda ko'rsatib. Qaramoq ashtiringlar. Qani undaqda bizningki bu bosqichga eng oxirgi mayrimizning mahoratini ko'rib boqamiz. Qani u qarindoshlar bilan qanday nima olib keldik bir ko'rib boqaylik. Marhamat.
Merhamet. Onda xo'si, hozir shu qarindoshlarimizni bir tanishtirib aytamsiz? Bu yoq bo'lsa Olim Abdulla. Qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa Murat Muxtar. Muratga qarshi olamiz. Bu yoq bo'lsa Faruq. Qarshi olamiz Faruq. Gitar tutib turgan ag'inam Mardon. Qarshi olamiz Mardon. Onda xo'sa, sizlarga rahmat. Unda xo'sa, keyingi mayirlarimizni sahnaga taklif qilamdi. Bo'ldi, shu qarindoshlar bosqichi numar o'rnagan mayirlarni sahnaga taklif qilgan bo'lsak. Qani marhamat. Oldi bilan baholug'uchilarimizning qimmatli baholarini anglab baqqan bo'lsak. Bo'ldi. Bugungi 3-numurluq mayiri Fazliya 3 qadimda 3 xil uslubda naqsh o'riladi. Fazliyaninki yana bir xil uslubda naqshi aytqannimi anglaganda qilgandim. Shunga mumkin bo'lsa hozir mayli qaysi bo'lsa bir kuplet o'rlab. Men tarım boyuna kettim, kuyuşken yala hoş emre. Ma 4-nji xil uslub bo'ldi endi. Kichik naqshchimiz Muradil mushu 3 naqshni nayt yaxshi tanlabsiz, tanlashda muvaffaqiyat qozondingiz demakchi. Asad idimiz, nayt yaxshi o'rildingiz. Yaxshi, bu qatimqa 3-nji o'tganingizda nayt muvaffaqiyatli bo'ldi deb qarayman. Rahmat. 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 3-numurluq mayor Fazliya. Hozir o'rilgan naqsha ishqib mushu o'rinlashni meningcha bo'lganda shundaroq ovozni xohlaydigan. Demak, shu naqshning xarakteri mushunchalik. Demak, shuni nayt obdan o'zining ovozini shu naqsh bilan joriy qildi. Keyin o'tganga asonla cho'ng qadamda o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi Muradil bolamiz budoqi mushu o'rilgan naqsha bek ashu sizning bo'y turqingiz, ovoz doirangiz degandek sizga o'lchapli pishgan naqshga balam bu. Demak, shu top degan naqshini shundoq obdan ep chiqdinglar. Sizningmi yana bir o'tkalga 3 numaralı haydingizdan qolmay oldida o'tishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi Asad endi siz yaxshi bir musiqa aytgansiz. Endi o'sha naqshini garchi siz elektronlik musiqa bilan o'rgan bilan qo'lqin to'lg'ab yurib gapangilib g'ing qilib naqshni birga chiqaryapsiz-da, uning zubonini bilinglar. Garchi tepkisi bo'lmasa-mu, naqshning puraqniga joy-joyiga beryapti. Millatimizniki bundakinki bo'sh bo'lgan ba'zi o'rinlarni shundoq bir necha odamni hamkorlik orqali to'rishinglarni umid qilaman. Bugun Muradil shu naqsh bilan usulni sho'x-sho'x o'ynayotgan lekin. Rahmat. Men Muradilni ne chiqdim ko'rgan ham deb. Bugundek bundaylikka yaxshi usullarni men ko'rib baxmadim, lekin hayron qolib qo'ydim. Rahmat. Yanalan tanlash huquqiy o'tagan tomoshabinlarimizda. Unda xo'sa, o'zinglar yaxshi ko'rgan mayirning rad nomerini qo'linglardagi bilet tashlash orqali tashlasanglar bo'ldi. Unda xo'sa 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Unda xo'sa, asta keyinlarga qarasanglar. Natijalarni ko'rib baqqan bo'lsanglar. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Unda bo'lsa keyingi bosqichimizga qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Keyingi bosqichda tayyorlik qilib turgan bo'lsanglar. Unda xo'sa, yurak so'zingizni anglab baqqandim. Tomoshabinlar bilan yuz ko'rishgandan keyin men o'zim shunday xush bo'ldim. Sizlarning meni qo'llab berganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Navoz akamiz har vaqt sizni qarshi oladi. Rahmat bizga. Keyingi siringizga o'tib tilaymiz. Amdiki bosqichimiz oyda bir yulduz. Mehribanım
qara ey qara qara dur etdim boyni ey boyni aladur yar yar ey yar yar ey etdim boyni ey boyni aladur yar yar ey yar yar ey yar işki ey vay yaman iken güyer otka ey otka saladur Kara kara ey kara kara dur Yürek bağrım ey bağrım yara dur Yar yar ey yar yar ey Yürek bağrım ey bağrım yara dur Yar yar ey yar yar ey Sakkayt nisay ey vay yar özüm Yürek bağrım ey bağrım yara dur Ko'pinga rahmat, teşekkür rahmat. Sahnimizning kayfiyatini yana bir pallaga ko'tarib o'tdingiz. Undaqda yana bir mahirimizni sahnimizda taklif qilaylik. Qani Murodil. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'ruvchi do'stlar, ko'rayotganlar bilan Raslivod kasbiy mablag'chilikka birlashib uyushtirgan Shinpyo Pantexnik cheklik shirkati alohida qo'llagan yeni navo programmasi. Xo'sh, undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, bizning 2 nafar mahirimiz o'zining eng oxirgi bosqichdagi nomerlarini tamomlab bo'ldi. Undaqda zodi kim bizning bu oydagi oylik yulduzimiz bo'la oladi? Qisqa e'londan keyin natijasini. Eng oldi bilan programmamizga alohida ta'kidlan qatnashgan taratqular vakillarining fikrlarini anglaymiz. Shundaqmi? Bizning bugungi 4-nomerlik mahirimiz Murodilga qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari Instagramdan ketasanlar 5 2 3 4 5 6 7 7 nomer muborak bo'lsin. 80 nomer muborak bo'lsin. Asadga qo'lidagi 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari Instagram ketasanlar 2 3 4 40 nomer muborak bo'lsin. Asad ikki mahirimizga ayrim bilet tashlagan tarafqular vakillaridan birdan vakil bo'lib asosanlarni o'tirib qo'yib ketgan bo'lsanglar. Urumchi xalq radio stansiyasidan Mihray Ibrohim. Aldı bilen ikki mahir shunchalik endi ism nomerlarini o'rindab berdi. Barliqmish o'tdagan tomoshabinlarga vakolatdan ikki mahirga hurmatimni bildirman. Sizlarga ko'p rahmat. Endi musobaqa bo'lgan ekan, cho'qim hamon birini tanlashga to'g'ri keladi ekan. Endi biz shu 4-nomerlik mahir Murodil ukimizga bilet tashlaganligi sababi. Men bilishimcha Murodil shu o'tganda markaziy televiziya stansiyasiki Jungodagi balalar xo'rimiginiki chet elga Venetsiyaga boradigan shu tanlash musobaqasida birdan bir Uyg'ur mahir bo'lib tanlangan, shundaqmi? Muborak bo'lsin. Rahmat. Men televizordan ko'rib shunchalik faxrlangandim. Ondan keyin meni yana bir qoyil qilgani, bu kichik mahirimiz 15-boshlang'ich maktabda o'qiyotgan bu Sabxanzo tildagi maktab. Shu maktabda o'qib turib, mush duttani chilib, meshaga chiqib o'zimizdan xalq naqshlarini aytdi degan gap, bu alohida bir cho'nqur ma'nolarni o'z ichiga olgan bir ish. Rahmat. Shuning uchun men Murodilga bilet tashladim. Rahmat Mihray. Qo'yinglar biz